Assalomu alaykum. Qirg'iziston davlatimda O'sh shahrindagilarga kommentariya uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Обязательно aka, Qirg'izistonda bayrog'ini qirg'izmizmi, o'zbekmizmi, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar siz bilan biz Qirg'izistonlimiz. Dinimiz bir, bizni yaratgan inson yagona. Bizni yaratganimiz yagona. Qirg'iziston bayrog'ini hamisha birinchilikda olib yuraylik. Men alhamdulillah musulmonman. Qaysi joyga borsam Qirg'iziston davlatini o'zbek qiziman deb gapiraman. Sababi meni ota-onam Qirg'izistonda dunyoga keltirgan. Qirg'izistonda nonini, tuzini, oshini yedim. Inshaalloh Alloh nasib qilsa ashirga ko'milaman. Alloh nasib qilgan kun ashirga ko'milaman. Siz meni vatandoshim, siz meni dindoshimsiz. Siz men sizlarni payg'ambarni ummatimiz biz. Inshaalloh Qirg'izistonni durujniligini ushlab qolamiz. Kimlardir Qirg'iziston qachon chachilib ketadi, qachon nima bo'lib ketadi der, lekin davlatimiz kambag'al bo'lishi mumkin qaysidir itlar uchun, lekin bizning xalqimiz o'ta boy. Bo'lmadi degan kambag'alimiz uyida velosiped, bo'ldi degan uyida tiko, bo'ldi deganlarda millionerlari bor Qirg'izistonda. Mana menmi akaxon deganlari bor Qirg'izistonda. Qirg'iziston o'zini ushlab olgan. Bizda suv, svet, gaz, Wi-Fi, internetlar вообще tekin. Qirg'izistonda yashaganlar bilamiz. Shu videoda kommentariyasiga Qirg'iziston olg'a deb yozamiz, podjashkada bo'lamiz, layklarni bosamiz. Qayerda bo'lsak ham o'zligimizni, vatanimizni, dinimizni unutmaymiz. Qirg'izistonliklar olg'a bo'lamiz, podjashkada bo'lamiz. Bir-birimizni kavlamasdan vatanimizni, dinimizni mustahkam qilamiz. Alhamdulillah Qirg'izistonda o'zbek qizi bo'lganimdan mag'rurlanaman, g'ururlanaman. Inshaalloh bundan keyin menga millionta negativ yozish. Men Qirg'iziston uchun, imенно Qirg'iziston vatanimdagi, davlatimdagi insonlar uchun men harakat qilaman. Qo'limdan kelgancha qancha inson, hech bo'lmasa 10 taga, 100 taga yordam bersam ham qo'limdan kelgancha yuragimdan harakat qilaman. Chunki siz meni vatandoshimsiz, siz meni dindoshimsiz. Alloh nasib qilsa bir kun o'lib qolsam tobutimni ko'taradigan insonim sizsiz. Mayli menga million talab negativ yozing. Yaqinda bir ayol kishi yozibdi. Seni TikTokdan videolaringni olib baxshiga borib amal qilib seni o'qitib yuboraman deb nagili gapirib yozibdi. Opa, agar meni ko'rib turgan bo'lsangiz, men sizni chorniy spisakka tiqqanim yo'q. Kimligingiz, u narsani juda ham bildim. Hozir siyosatga men aralashmoqchi emasman, lekin shuni bilib qo'ying. Meni qalbimda Alloh taolo bor. Yurgan qadamimda bismillahirrohmanirrohim deyman. Qalbimda Alloh bor. Xohlasangiz menga amal qiling, xohlasangiz 10 tezga o'qiting. Lekin Robbim asrayman desa, 10 mingta shaytoningiz ichida ham asrab chiqadi. Meni borib turib kimga o'qitishdan oldin o'zingiz ehtiyot qiling. Qirg'iziston podjashkadamiz.